27 yanvar 2026-yil Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi Kalelin chuqur mol bozoridagi narx-navolar qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, chorvaga qiziquvchi aka-ukalar. Bugun xudo xolasa darvozani tagidan sizlarga chiroyli videolar qilib olib berdik. Aka, bozmi aka bu? Necha pul dedingiz? 8 million aka. Barakasini bersin. Qancha yillik qilib 8 millionga olibdilar. Necha pul bo'ldi bu aka? 24 million 500 ming so'm bo'libdi. Rejasatli sigir ekan. Yana bitta ona bola chiqyapti. Qani o'z narxini bilib beraman sizlarga. 29 million so'm. Suchasi nechta ekan? 6 ta. 29 deyaptilar. Barakasini bersin. 23 millionga olibdilar. Barakasini bersin. Yaxshi mol ekan lekin bular. Bunda Ama necha pul bo'ldi bu? bilmayman. Aka necha pul bo'ldi? So'rayman aka. Aka bu necha pul bo'ldi? 9,5 ga sotildi. 9 million 500 ming so'm bo'libdi. Barakasini bersin. Ko'raverasizlar ona qo'llari bilan. Sigachka. Necha pul bo'ldi aka? 16 million so'mga yak. Bo'g'ozmi bu? Qisir aka. Aka bu necha pul bo'ldi? Aka necha pul? 32 million bo'libdi. Yaxshi sigir ekan. Sal yoshi keksa olgan. Aka pulchasi qanday bo'ldi? Puli 15 million. Boqishgan bu. Badanchasi ham yomon emas ekan, qara go'shtchi ekan. 15 millionga baraka bo'libdi. Barakasini bersin. Bu necha pul bo'ldi? 8,5 million. 8 million 500 ming so'mdan qaytarib olib ketdilar. Qo'chqor. Necha pulga sotdingiz? 18 million. Bozor o'zidami? Semiz aka mana qattiq aka. Nechasi mayda. Xudo asrabdiki, men orqamdan olaveradi o'z qaranglar. Aka bu necha pul bo'ldi? Bu necha pul bo'ldi? 4 million so'm. Hayla aka. 24 million so'mga ish qurdi. Necha pul bo'libdi bu? Bosh. Aytmadilar. Aka bu necha pul bo'ldi? 26 million bo'libdi mana bolasiga. Bu necha pul bo'ldi aka? Qoch. Shoshib ketyaptilar-a, aytolmayaptilar. Mana ham bakam aytadilar. Aka pulchasi qanday bo'ldi? 23 millionga baraka qilibdilar. Yaxshi olibsiz. Zo'r, ha. Jasadli mol ekan. Korpusli. Yana bitta kelyapti. Xudo xolasa ham bilib beramiz buni. Necha million bo'ldi aka? Bumi, bu 2 million bo'ldi. 23 million? Bu ham 23 million bo'libdi qaranglar. Nega nisbatan zo'rroq, unga nisbatan. O'tsin. Bu sigir necha bo'libdi? 23. Necha oylik? 8 oylik bo'g'oz 23 millionga baraka bo'lgan. Ko'raverasizlar. Aka bu necha pul ketdi? 5 million deyaptilar. Aka pulchasi qanday bo'ldi? 8 million. 700 ming so'm 10-chi. Tashib qo'yishga, pulinga 8-9 millionga mol beradimi degan aka-ukalarimiz uchun. Ko'ringlar mana qanaqa mol beradi. Uzoq vaqt mayda-mayda o'zgarib yotadi.
Bundan keyingisi ham mayda molcha bo'lsin. Aka, buni puli qanday bo'ldi? Fokuscha olibdilar 10 million. Orasida baho beraverasizlar narxi. Aka, puli nechi pul bo'ldi? 251 million. Ana shu 251 million so'm. Sizlar nechtada? Qizil 10 sutga javob deyapti. 50 million. Sabak. Yaxshisi shuda. Aka, buni nechi pul baraka qildingiz? 25,5. 25 million. Greyfordmi bu? Ha. 25 million 500 Greyfordcha baraka qilibdilar. Ko'raverasizlar. Aka, men pulchasi qanday bo'ldi? 13 million. 13 million bo'ldi. Ayoqchasi urib oldimi deyman? Ayo, oqtagani uchun 13 million bo'ldi. Urib olganmi nima qilgan? Pastkaga yiqilgan. Sam chorva. Aka, buni pulchasi qanday bo'ldi? Nechi pul? Amaki, bu pul nechi pul bo'libdi? Aka, nechi pul bo'ldi bu? 11 million 500 ming so'mga o'rnojincha olibdilar. Bu sigircha nechi pul bo'libdi? Nechi pul bo'ldi? Nechta suti bor? 6 ta suti bor. 6 ta suti bor. 23 million so'm baraka bo'lgan, ko'raverasizlar. Qaranglar, ana bu 3 ta bir joyga 14 million bo'lgan mana qo'chqorlar. Aka, bu nechi pul bo'ldi? 1,5 pul 3,5 10 million 500 ming so'm bo'libdi. 5 million barakasini bersin. Mana bular 14 million 3 ta bir joyga bo'lgan. Nechi pul deysiz aka? Nechi pul deysiz? Yaskisini olib beramiz. 8 million, 2 million. Qayerda yur? Qayerda yur? Aka, nechi pul baraka bo'ldi? 48 million. Ha? 48 million so'mga baraka bo'libdi. 48? Ha. 24 tane ekan. Pulini aytyapsiz aka? 16. 16 million so'm. G'ozmi bu? G'oz. Aniq emas, 16 million baraka bo'ldi. Bu nechi pul bo'ldi? Bilmadik Bilmaydi. Boshqa mollarni qo'ylarni bilib beramiz sizlarga. Aka, pulchasi qanday bo'ldi? Barakasini bersin, 15 million o'qishcha olibdilar. Bozorga nisbatan arzon turib shu. Aka, nechi bo'ldi? 4 millionga barakasini bersin. Ammo aka, nechi pulga oldingiz? 5 million 6. 5 million? 5 million 6. Bo'g'oz to'y. Necha oylik? To'q bo'g'oz. To'q bo'g'oz 5 million 600 ming so'm. Ko'raverasizlar. Nechi pul bo'ldi ammo aka? 4 million, 4 million, 4 million bo'ldi. 4 million so'm, barakasini bersin. Bu pulchasi qanday bo'ldi aka? Buni bering bu. Bu semizdan nechi puldan ketdi? Ammo aka? Nechi pul? 12 mingdan. Barakasini bersin. Aka, nechi pulga oldingiz? 11 million. Barakasini bersin. 11 millionga baraka bo'ldi. Ko'ringlar ham. Pulga arziydimi? Yozib ketinglar kommentariyalarga. Aka, bular nechi pulga baraka bo'ldi? 2,5. Ha? Blogermisan? Ha. 7 million 500 ming so'm bo'libdi. Barakasini bersin. Aka, bu pul qanday bo'ldi? 13 million bo'ldi. Yakka sigir 13 million so'm. Yo'q. O'qishga bo'lsa kerak. Bu shuna ishi. 37 million bo'libdi. O'lchab ko'rmadinglarmi? Bu nechi pul bo'ldi?
23 million so'm bo'pti. Boqishga yaxshi jasadli mol ekan. Aka buni nech pulga oldingiz? 12. Nechta suti bu? 3 litr sutchasi bu 12 million maraka bo'pti. Aka buni nech pulga sotdingiz? 24 million so'm. 24 millionga sotibdilar. Bu nech pul bo'ldi? 28. Bunisi 28 bo'ldi. O'rasini olib beraverasiz. Aka nech pul bo'ldi qo'ylar? Nech pul? Nech pul deysiz? 9 million 200 ming so'm 3ta bir joyga ana shu bo'pti. Aka nech pul bo'ldi? 22 million so'm. Bo'z 6 oylik. 6 oylik bo'z mol 22 million so'm. 20 million so'm yine bolasi yer. Nech pul? Odam demonda. 20 million so'm bu. Suti nechta? 5 litr suti bor. 5 ta suti bor ekan. Yana bir beramiz sizga. Nech pul bo'pti qo'noqchi? Bozmasmi? Yo'q, qishra suyaman-ku. Necha kilo suyamiz kilo? Yo'q, uncha kam. Necha kilo ko'rdingiz? Siz ham bilasiz, endi taxmin. 18 millionga maraka qilibdilar. Aka bu ho'kizcha nech pul bo'ldi? Nech million? 13 16 millionga bermay haydab olib ketdilar bu ho'kizcha. Bu qo'noqjon 18 million bo'lgan. Yana sira narxni olib bilib beraveramiz, xudo xolasa. Bu nech pul bo'lgan aka? 16 million bo'lgan. Buraverasiz. Ga echkichalar nech pul ekan? 1,5 bo'ldi. Eka 1,5 million bo'libdi. Aka nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi bu akajon? Akaga o'tay. Istamasdi. Nech pul bo'ldi? 25 million. Nechta suti bu? 8 ta suti bu 25 million maraka bo'ldi. Barakasini bersin. Aka nech pul? 23. Barakasini bersin. Sutchasi nechta? 10 ta dedi. 23. Balachasi ham zo'r ekan. Gapi barakasini bersin. Aka nech pul bo'ldi deysiz? 12. Narxchi? Nech pul bo'ldi? 8 million 300. Qancha o'tdiki Gunojon? Qaraydi 8 million 300 bo'lgan. Gunojoncha 12 300 dedilar.